Yevropa İttipaqining tashqi munosabat va bexatarlik siyosiy yuqori darajalik vakili Josep Borrell Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishganda ixtiloflar davomlashayotgan bo'lsa-mu, ammo Yevropa İttipaقı bilan Xitoyning nurg'un muhim masalalarda o'rtaq tirishishi va Yevropa-Xitoy kishilik huquq dialogining qayta qo'zg'atilishi kerakligini aytdi. Borrellning ishxonasining e'lon qilgan bayonotida Sharqi Turkiston rayoni va Hong Kong vaziyatining muzokara qilinganligini, shuning bilan bir vaqtda Borrellning Yevropa Ittifoqining Tayvanga qaratgan siyosati haqida bir Xitoy siyosatini ta'kidlaganligi o'tirib qo'yilgan. Ukraina Ministerlar Kabineti Qrimni ozod qilish va qayta tashkillash strategiyasining harakat planini ma'qulladi. Xabar qilinishicha, bosh ministr Denis Shmygal yig'inda so'z qilib, qabul qilingan hujjatning Qrimning qaytib kelishining atrofli yo'l xaritasi bo'ladiganligini eskartdi. Xalqaro taraqqiyot tadqiqot tajribxonasining doklatiga qaraganda, Xitoy davlat banklari va prezident Shi Jinpingning zo'r so'mlik mablag' selish harakati bo'lgan bir balvoq bir yo'l tashabbusi hukumat va shirkatlar bilan imzolagan ochiq-oshkora bo'lmagan savdo sababli davlatlarni qarzga boqqan. Tadqiqotda bayqilishicha, bu qarzlarning qiymati taxminan 385 milliard dollar ekan. Washington pochtasi gazetining xabar qilishicha, Sin hambarlash tor bekiti YouTube Xitoy virusi vaksinasiga qarshi turadigan barliq mazmunlarni to'sadi ekan. Egilanishicha, bu cheklama Xitoy virusi bilan cheklanib qolmaydigan bo'lib, qizil va suv chechki qatorliq boshqa vaksinalarni nishon qilgan mazmunlarga yo'l qo'yilmaydi ekan. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan va Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiyaning Qora dengiz qirg'og'idagi Sochida ko'rishdi. Yig'indan keyin Putin yig'in nihoyatda foydali va muhim bo'ldi dedi. Erdoğan bo'lsa Twitter hisobida Putin bilan unumli uchrashishdan keyin Sochidan ayrildik dedi. Yevropa İttifoqi komitetining raisi Ursula von der Leyen Kosovoga bordi. Ursula von der Leyen oldi bilan Albaniya va Shimoliy Makedoniya, orqadan Kosovoda ziyoratda bo'ldi. Von der Leyen Kosovo bilan Serbiya orasidagi mashinalarning chegaradan o'tishiga munosabatli kriz haqida to'xtalib, jiddiylikni tuvantish intayin muhim dedi. Chexnon poytaxti Pirakadagi Václav Havel aerodromida yo'lovchilarni tekshirish jarayonida Ispaniyadan kelgan va zaharlik chekimlik atkazuvchisi ekanligi gumon qilingan bir yo'lovchining qo'rsqidan taxminan 1,5 kilogramm kokain bayqalgan.